Qadrdonlar, temir xorilar va firmalar. Bu yerda variant juda ham ko'p. Narxini aytib o'tib ketamiz. Masalan, sizni joyingiz 10 metrgacha firma kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 metrini to'qib berish 125 ming so'm. Materiali 4 ga 4 bo'ladi. Qalinligi 2 mm 2 bo'ladi. Agarda sizni joyingiz 15 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, materialiga keladigan bo'lsak, 5 ga 4 profil bo'ladi. Qalinligi 2 mm bo'ladi. Unimizning narxi 130 ming so'mdan to'qib berishini o'zi. Agarda sizni joyingiz masalan 18 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, o'sha profillar o'zgaradi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu 18 metrlik varianti. Tevasi 5 ga 4 profil, qalinligi 2 tagiga keladigan bo'lsak, eshikboz bo'ladi, 12 ga 4. Qalinligi 308 bo'ladi. Bunimizning narxi 160 ming so'mdan. Agarda sizni joyingiz masalan 20 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, unda firmani materiallari o'zgaradi, yana ham qalinlashadi. Narxi 190 ming so'mdan. Agarda sizni joyingiz 25 metrgacha firma qo'yib turib, masalan, bezustin qo'ymoqchi bo'lsangiz, unimizning narxi 230 ming so'm. Yo'q, menga uzunligi 32 metrgacha temir xori firma kerak deydigan bo'lsalar, qadrdonlar, mana bunga o'xshatib to'qib berishadi, ya'ni dvoynoy bo'ladi. Pastida xori bo'ladi, ko'rib turibsizlar, tevasida firma bo'ladi. Bunimiz 32 metrgacha bemalol ko'taraveradi. Bunimizning narxi 350 ming so'mdan. Agarda kraska qilib bering deydigan bo'lsalar, kelishilgan narxda kraska qilib berishadi. Qadrdonlar, bu hozir faqat yasalishini narxi, ustanovka, dastavkalar bor, faqat kelishilgan arzon narxlarda. Agarda bozor va biznes kanalidan chiqdim desang, zakonniy bonuslarni qilib beradi. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Kaminterin qishlog'idan bo'lyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Bularda hammasini qalinligi juda ham qalin bo'ladi. Ya'ni konteynerda o'sha 2 dan boshlanib, bu yoq o'sha 4 mm gacha bo'lgan profillar. Tamom.